Aholi bandligini ta'minlash, o'z-o'zini band qilish orqali munosib daromadga ega bo'lish, yerdan ayniqsa tomorqadan samarali foydalanish yuzasidan respublikamiz hududida amaliy ishlar qilinmoqda. Sayxunobod tumani tajribasini amalga tatbiq etish borasidagi barcha sa'y-harakatlar ham bugun o'z mevalarini berayotir. Zotan bizning xalqimiz asosan dehqonchilik bilan ro'zg'or tebratishadi. Ayniqsa So'x tumanida istiqomat qiladigan fuqarolar. Dehqonchilikning sir asroridan yaqindan boxabar bo'lgan xalqimizga bu yumush ota-bobolarimizdan umrboqiy meros sifatida ulashilib kelinadi. Yerni boqsang, seni boqadi degan maqol zamirida ham xalqimizning mirishkorligi va mehnatdostligi mujassam. Navobod mahallasiga qilingan tashrifimiz chog'ida bu so'zlar haqqoniyligiga biz yana bir karra amin bo'ldik. Ayni bizni So'x tuman Navobod mahalla fuqarolar yig'inida ham Sayxunobod tajribasi asosida fuqaro Metinov Zafar akani tanlab oldik va fuqaro bizdan imtiyozli kredit asosida 33 million naqd pul sifatida issiqxona yo'nalish bo'yicha kredit olib, hozirgi paytda mana o'z uyida, uy sharoitida issiqxonani bitkazib 5 xil turdagi mahsulotni yetkazib kelmoqda. Navobod mahalla fuqarolar yig'inining asosiy drayveri dehqonchilik, chorvachilik va qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Aynan biz drayverga moslab issiqxonalarda 5 xil mahsulotlar yetishtirib, hozirgi paytda o'zimizning tuman bozorlarida sotilib kelmoqda. Lavhamiz qahramoni Zarifjon Ikromov ham dehqon farzandi. Sohada ulkan zafarlarga erishgan bobosi Ikromjon Metinov izidan bordi. Otasi Zafarjon Metinov bilan birgalikda sohani rivojlantirish maqsadida o'z xonadonida ixchamgina issiqxona barpo etdi. Hokim yordamchisi tavsiyasi va ko'magi bilan olingan 33 million so'm bank krediti qilingan sa'y-harakatlar tufayli shu yil butunlay qoplanishiga ishonchi komil. Ochiq joyda ishlab keldik. Bu yil misol ochgan joyda 30 milliongacha daromad olgan bo'lsa, ko'proq qilamiz deb birinchi yil bu biz issiqxona tayyorlab ishga soldik. Davlat tomonidan 33 million kredit oldik. Pulidan o'tkazib yana 30 milliongacha yonimizga qoladi deb niyat qilyapmiz. Hojalixon Mubina oilaviy korxonasi tasarrufida qayd qilganimizdek 2 sotiqli issiqxona barpo etilgan bo'lib, bu korxonada 5 nafar oila a'zolarining bandligi ham ta'minlangan. Xonadonda har bir qarish yer hisobdaligi yosh tadbirkorimizning xossakorligi va mirishkorligidan nishona. Issiqxonadan tashqari hovlining ochiq yer maydonida ham ko'katlarning turli xili ekilgan. Qilinayotgan sa'y-harakatlar tufayli bugun ichki bozor sifatli mahalliy mahsulotlar bilan to'ldirilmoqda va eng asosiysi sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari arzon narxlarda aholiga tortiq qilinmoqda. Issiqxonaga qalamfir, bolgarskiy qaram, 2 xil, 3 xil pomidorimiz bor, novichok, kartoshka palokimiz bor, bodringimiz bor, gulkaram, hamma narsamiz bor. Oshqovoqgacha qilgan, Jizzaxning oshqovoqni ham biz tashagan tepkisini ichiga. Hamma narsamiz bor. Hozirgi vaqtga hammasini tayyorladik, bozorlarga chiqarib sotyapmiz. Bir haftadan beri sotib kelyapmiz. Hamma narsamiz arzon. Kimga kerak bo'lsa kelib bemalol sotib olib ketaverasiz. Narx bozorda ancha farq qilyapti. Bolalar misol u tomondan 200 so'm, 250 ga olib kelib ustiga qo'yib sotyapti. 300 so'mga to'g'ri kelgan bo'lsa, biz chiqarib 100 so'mga beryapmiz donasini. 50 ta qilib baylaganda 5000 dan beryapmiz hozirgi bozorda. Bir haftadan beri 5000 dan sotib kelyapmiz. U tomonisiga ham xudo qolasa undan ham arzon qilamiz. Undan ham arzon qilsa biz foyda qilamiz. Ta'min qilish, xalqni bahramand qilish. Arzonga olsa hamma xursand bo'ladi. Biz o'shanga harakat qilyapmiz. Har odam o'zini qiynalib, misol harakat qilsa bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi. Undan ham yaxshi bo'ladi. So'qda ayniqsa so'qda zo'rga zo'r bo'ladi. Havosi ham yaxshi, suv, hamma narsa yetarli. Undan ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Demak, hamma narsa harakatga bog'liq. Hamma narsa harakatda, odamning o'zida. Harakat qilsa bo'laveradi. Bo'lmaydigan narsa yo'q so'qda. Demak, Rossiyaga borish yo'q endi. Yo'q, bu yil xudo xolasa niyatimiz shetda ishlab, o'sha Rossiyaning pulini shetda topish bu yil. Har bir harakat zamirida ko'ngildagi pirovard natija. Baraka mujassamligi hech kimga sir emas. Bugun tuman ahli o'zimizda yetishtirilgan pomidor, bodring, karam, qalampir va bulg'or qalampiri kabi mahsulotlardan bahramand bo'lishayotir. Bu esa oldingi xarajatlar o'rnini sof foyda va daromad egallayotganini va eng asosiysi fuqarolarimizning bandligini ta'minlashga va munosib daromad olishga intilishlarini rag'batlantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qilayotir.